Hozirgi paytda O'zbekistonimizda eng dolzarb muammolardan, bu tibbiyotdagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan prostataning xavfsizlik o'tkazishi va siydik tosh kasalligi ko'p bemorlarda axir muammolar tug'dirgan. Va bu dolzarbligi muammoli bo'lganligi sababli juda ham ko'p davolash usullari ham mavjud. Lekin hozirgi paytda kam invazivlik davolash usullariga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa siydik tosh kasalligi. Siydik tosh kasalligi bizni O'zbekistonda endemik zona bo'lganligi uchun bemorlarning ham shifokorlarga bo'lgan murojaatlar ham juda ko'p. Mana hozirgi paytda ham yangi ochilgan bizning mana xususiy shifoxona Agrofarm Medical Lux'ga ham eng zamonaviy davolash uskunalari yetishtirilgan va bu davolash uskunalari kam invazivlik davolash uskunalari yordamida bu muammolarni hal qilishga harakat qilamiz va bu klinikada eng yetakchi urolog mutaxassislar o'zini ish faoliyatini olib kelmoqda. Marhamat, shu muammolaringiz bo'lsa murojaat qilinglar, sizlarga xizmat ko'rsatishdan mamnun bo'lamiz. Mana bugun Agrofarm klinikamizda 3-operatsiyamizni muvaffaqiyatli yakunladik. 10 yoshli bemor klinikamizga siydik tosh xastaligi bo'yicha murojaat qilib keldi. Klinikada bemorni to'liq atroflicha tekshirilib, bemorga siydik tosh xastaligi, siydik nayi yuksavezikal qismi tosh tashxisi qo'yilib, bugungi kunda lazer usuli orqali qonsiz, hech qanday kesmalarsiz, choklarsiz uretrolitotripsiya amaliyotini o'tkazdik. Bemorimiz Xudo xohlasa yaxshi. Agarda sizning farzandingizda ham shunday muammo kuzatilsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi kunda 50 yoshdan oshgan erkaklar o'rtasida eng ko'p uchraydigan urologik kasalliklardan biri bu prostata bezi adenomasi hisoblanadi. Bu kasallikni eng zamonaviy davolash usullari golmik lazer enikulatsiya. Nima uchun endi golmik lazer enikulatsiya? Chunki bu operativ usul qolgan operativ usullarga nisbatan afzalligi shundaki, operatsiya jarayoni tez, asoratlarsiz, qon ketish deyarli kuzatilmaydi. Shu bilan birgalikda tashrihdan keyingi birinchi sutkasida bemorga uy sharoitida davolanish uchun ruxsat berishimiz ham mumkin bo'ladi. Agar sizda va yaqinlaringizda prostata bezi adenomasi va shunga o'xshash urologik kasalliklar bilan muammo aniqlangan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda ayollar va qizlarning ginekologik kasalliklarini aniqlash va tashxis qo'yish uchun ultratovush tekshiruvi juda katta ahamiyatga ega. Aziz ayollar, agar sizlarda va yaqinlaringizda shunday muammolar bo'lsa, bizni shifoxonamizga bemalol murojaat etishingiz mumkin. Hozirgi kunda shifoxonamizda bronxial astma hamda teridagi barcha allergik kasalliklarni davolash uchun ambulator hamda statsionar davolash muolajalari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, nafas yo'llari allergik kasalliklari hamda
teri allergik kasalliklarini standart davoga qo'shimcha ravishda davolash uchun tuz g'orlari tashkil etilgan. Bizning laboratoriyamizda 50 dan ortiq klinik va biokimik analizlar o'tkaziladi.